Blogerni ayol kishisi bo'lmaydi va har bir ayol bloger xuddi erkak kishiga o'xshab gapini ustidan chiqishni bila olishi kerak. Men ham o'z gapimga javob beradiganlardanman. Mana shu 5 yil mobaynida men bitta o'quv markazini maqtab kelganman va hech qachon fikrimni o'zgartirmaganman. Bu maskan men va siz sevgan International School. Bu joyni sevmaslikning iloji yo'q. Chunki siz 1 oylik to'lov evaziga nafaqat ingliz tilini o'rganasiz, balki yana qo'shimcha 50 ta imkoniyatga ega bo'lasiz. Keling, ularning 3 tasini hoziroq aytib beraman. Har bir darsingiz uchun 8 ta davlatda suratga olingan video darsliklar. Students App bu ta'lim olishni 2 baravar osonlashtiradi. CELTA sertifikatiga ega ustozlar. Darsni angliyalikdan olyapman deb o'ylashingiz mumkin. Ingliz tilini eng yuqori standartlarda o'rganing. International School sizga buning eng mukammal sharoitlarini yaratib beradi.